Assalomu alaykum. Bugungi brifingimizda joriy yilning yanvar-aprel oylarida Guliston yoshlar texnoparkida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot beramiz. Yoshlarning innovatsion salohiyatini rivojlantirish, ularni zamonaviy texnologiyalar va startap faoliyatiga keng jalb etish, innovatsion g'oyalarni amaliy loyihalarga aylantirish maqsadida 2026 yilning yanvar-aprel oylarida Guliston yoshlar texnoparkida tizimli ishlar amalga oshirildi. Hisobot davrida yoshlarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish, startap tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash hamda zamonaviy texnologiyalar bo'yicha bilim va ko'nikmalarni oshirish maqsadida 20 dan ortiq seminar, trening, texnoturlar va tanlovlar tashkil etilib, ularda 500 nafardan ortiq yoshlar, talabalar va o'quvchilar qamrab olindi. Kreativ tadbirkor yoshlar tanlovining mahalla bosqichida 35 nafardan ortiq yoshlar ishtirok etib, ular tomonidan taqdim etilgan startap va kichik biznes g'oyalari hududiy ehtiyojlarga mosligi, iqtisodiy samaradorligi hamda barqaror rivojlanish mezonlari asosida atroflicha tahlil qilindi. Natijada eng istiqbolli loyihalar saralab olinib, ularni keyingi bosqichlarda rivojlantirish bo'yicha aniq yo'nalishlari belgilandi hamda tashabbuskor yoshlar rag'batlantirildi. InnoX Business Inkubator va akseleratsiya dasturi doirasida 10 dan ortiq seminar va treninglar, 3 dan ortiq targ'ibot tadbirlari hamda bitta demo day tashkil etilib, ularda jami 100 nafardan ortiq yoshlar startap jamoalari ishtirok etdi. Dastur davomida ishtirokchilarga g'oyalarni shakllantirish, biznes model tuzish, bozor tahlili, investitsiya jalb qilish hamda pitchning ko'nikmalari bo'yicha amaliy bilimlar berildi. Yakuniy bosqichda 10 ga yaqin startap loyihalari investorlar va ekspertlar oldida taqdim etilib, ular tomonidan loyihalarni rivojlantirish, tijoratlashtirish va bozorga olib chiqish bo'yicha aniq tavsiya va takliflar berildi. Natijada ishtirokchilarning startap loyihalari amaliy bosqichga olib chiqish, investitsiya jalb qilish imkoniyatlari kengaytirildi. Texnoparkda tashkil etilgan texnoturlar orqali 100 nafardan ortiq talabalar va o'quvchilar innovatsion ishlanmalar, startap loyihalar hamda zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirildi. Hisobot davrida yoshlarning startap g'oyalarini amaliy bosqichga olib chiqish va MVP yaratishga ko'maklashish maqsadida zarur shart-sharoitlar yaratilib, natijada 5 ta MVP ishlab chiqildi hamda 10 dan ortiq startap loyihalar ustida ishlar olib borildi. Texnoparkda tashkil etilgan texnoturlar doirasida 100 nafardan ortiq talabalar, o'quvchilar ishtirok etib, ular startap loyihalari, lazer texnologiyalari, robototexnika hamda boshqa innovatsion ishlanmalar bilan yaqindan tanishtirildi. Texnoturlar davomida ishtirokchilarga texnopark faoliyati, mavjud imkoniyatlar, startap loyihalarini shakllantirish va moliyalashtirish mexanizmlari, shuningdek, InnoX dasturi hamda Mirzo Ulug'bek vorislari tanlovida ishtirok etish tartibi bo'yicha batafsil ma'lumotlar berildi. Mazkur tashriflarda yoshlarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish, ularni zamonaviy texnologiyalar va startap ekotizimiga keng jalb etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, texnopark hududida innovatsion showroom faoliyati yo'lga qo'yilib, unda 20 ga yaqin innovatsion mahsulot va texnologik ishlanmalar namoyish etildi. Shu ko'rgazma maydonida oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tadqiqot institutlari hamda tadbirkorlik subyektlari tomonidan yaratilgan sanoat, qishloq xo'jaligi, IT, yashil texnologiyalar yo'nalishida ishlanmalar o'rin oldi. Namoyish etilgan loyihalar import o'rnini bosish, energiya samaradorligini oshirish hamda ilm-fan natijalarini tijoratlashtirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli bo'lib, tashrif buyuruvchilar uchun innovatsion yechimlar bilan yaqindan tanishish imkoniyati yaratildi. Xalqaro hamkorlikni kengaytirish doirasida Guliston yoshlar texnoparki ISP xalqaro assotsiatsiyasiga a'zo bo'lib, bu orqali texnoparkning global innovatsion ekotizimiga integratsiyalashuvi ta'minlandi. Mazkur a'zolik natijasida texnopark xalqaro innovatsion markazlar tarmog'iga ulanib, ilg'or tajriba almashish, xorijiy hamkorlar bilan qo'shma loyihalar yo'lga qo'yish hamda yosh startap tashabbuslarini xalqaro maydonga olib chiqish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bundan tashqari Red Bull Basement, Robo Coding Olimpiadasi, Mirzo Ulug'bek vorislari tanlovi hamda sun'iy intellekt yo'nalishida tashkil etilgan seminarlar orqali 200 nafardan ortiq yoshlar qamrab olinib, ularning zamonaviy texnologiyalar, dasturlash, startap yaratish va innovatsion fikrlash bo'yicha bilim va amaliy ko'nikmalari rivojlantirildi. Tadbirlar davomida ishtirokchilar real loyihalar, amaliy mashg'ulotlar va interaktiv formatlar orqali tajriba orttirib, o'z g'oyalarini shakllantirish va rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Texnoparkda startap ofisi, zamonaviy coworking zonasi hamda IT kompleks innovatsion infratuzilmasi yaratildi. Mazkur imkoniyatlar orqali yoshlar o'z startap g'oyalari ustida ishlash, jamoa shakllantirish, mentorlik, konsultatsiya xizmatlaridan foydalanish, shuningdek, dasturlash, sun'iy intellekt va robototexnika bo'yicha amaliy ko'nikmalar egallash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ushbu muhit yoshlarning innovatsion faoliyatiga keng jalb etish hamda ularning loyihalarini amaliy bosqichga olib chiqishga xizmat qilib kelmoqda.
Shuningdek, texnoparkda startap va biznes egalariga kompleks buxgalteriya va marketing xizmatlarini ko'rsatish markazlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Joriy yilning may oyida Vazirlar Mahkamasi 2026 yil 9 apreldagi 160 sonli qarori bilan Guliston yoshlar texnoparkida texnologiyalar va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash markazi tashkil etish rejalashtirilgan. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida texnopark hududida obodonlashtirish ishlari amalga oshirilib, hudud tozalandi, 100 dan ortiq daraxt va gul ko'chatlari ekildi hamda maskan yanada ko'rkam va ekologik jihatdan qulay holatga keltirildi. Umuman olganda, hisobot davrida Guliston yoshlar texnoparkida amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida yoshlarning innovatsion faolligi oshirildi, startap tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash tizimi mustahkamlandi hamda ilm-fan va zamonaviy texnologiyalar asosida barqaror innovatsion muhit shakllantirildi. E'tiboringiz uchun rahmat.